Tinch uxlash uchun nimalar qilish kerak? Har kuni bir vaqtda uxlash va uyg'onish organizmning biologik soat me'yoriga tushiradi. Uyqudan 2-3 soat oldin og'ir ovqat iste'mol qilmaslik kerak. Kechki ovqat yengil bo'lgani ma'qul. Kofe, kuchli choy va energetik ichimlarni kechqurun iste'mol qilish aslo mumkin emas. Telefon, kompyuter va televizordan foydalanishni uyqudan kamida 1 soat oldin kamaytiring. Ekran nuri uyqu gormonining ishlab chiqilishiga xalaqit beradi. Xonani salqin, qorong'u va tinch saqlang. Kechqurun iliq dush qabul qilish yoki oyoqlarni iliq suvda ushlash tanani bo'shashtiradi. Yengil kitob o'qish, zikr qilish yoki sokin musiqa tinglash asabni tinchlantiradi. Kunduzi jismoniy faollik bilan shug'ullanish, yurish, mashq qilish kechasi uyquni yaxshilaydi. Stress va tashvishlarni kamaytirishga harakat qiling. Muhim ishlarni ertangi kunga rejalashtirib qo'yish yaxshi hisoblanadi. Uyqudan oldin 1 stakan iliq sut va romashka choyi ichish ayrim odamlarda yordam beradi. Agar uyqusizlik bir necha hafta davom etsa yoki kundalik hayotingizga jiddiy ta'sir qilsa, shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.